Siz yaxshi ko'rinmayapsiz avliyo. Bu matbuot anjumani uzoq davom etgani sizga qiynalik qildi. Shekilli. To'g'rimi, Sofiya? Stenlos, Moran, bu. O'chir. Mikrofon yoqib nima demoqchisan? Sen o'z joyingda bilmay qoldingmi? Har doimgidek oddiy avliyo bo'lib yurishing kerak edi. Lekin bunaqa ish qilishing uchun qanday bahonang bor? Agar butun dunyo og'zingni yirtishimni ko'rishni xohlamasang, jim bo'l. Sizlardan kechirim so'rayman, muxbirlar. Haqiqatni tasdiqlash. Avliyo hozir shantaj qilinganga o'xshaydi va yolg'on guvohlik bergan. Lekin xavotir olmang. Men avliyoga bundan buyon o'zim g'amxo'rlik qilaman. Yig'ilgan barcha muxbirlardan uzr so'rayman. Lekin matbuot anjumani shu yerda tugadi. Kuting, agar siz shuni tugatsangiz, legion haqida nima deyish mumkin? Legion 20 yil oldin jinlar buni rosa olgan. Senga bundan ortiq tushuntirish kerakmi? Agar legion tasodifan qaytib kelganda ham o'zini ko'rsatish kerak, shunday deb o'ylamaysanmi? Nega o'zini ko'rsatmayapti? Unda avliyoni shantaj qilgan kim? Nega jinoyatchi legionning ismini tilga oldi? Agar siz matbuot anjumani shuni tugatsangiz, avliyolarga shubha kuchaydi. Shuning uchun ko'proq narsa aytishingiz kerak emasmi? La'nati hasharotlar. O'z o'rningizni bilmay qoldingiz. Basharangga qaraganda sen muxbirlarni o'ldirmoqchimisan? Shu yerda. Nima bo'ldi bu yana? Oradan biroz vaqt o'tdi, chirgan qisqichbaqa. Tilingizning har doimgidek ajinlar bilan to'la. Mana bu esa mendan senga sovg'a. Bu dummi? Tegish mumkin emas. Hoy chirgan qisqichbaqa, sen kim bo'libsanki matbuot anjumanini to'xtatasan? Sen aqldan ozdingmi? Bu xayoliy poygachining katagisining dumi bo'lsa kerak. Yaqinda paydo bo'lishi bilanoq kimdir tomonidan o'ldirilganini eshitgan edim. Uni sen o'ldirdingmi? Haromi, sen yana klon yasab, atrofda yig'ilib yuribsanmi? Sen meni bo'lish qobiliyatimni bir zumda tushunding deb o'ylash. Sen kimsan o'zi? Menmi? Meni kim deb o'ylayapsan? Men legionman. Legion ikkiligini aytdi. Legionsiz kabi yosh va chiroyli bo'lishning iloji yo'q. Yilning eng kulgili hazili bo'ldi, janob. Ko'rinib turibdiki, sen juda mahoratlisan. Lekin sen juda ham ko'p xayol surib yuborganga o'xshaysan. Agar sen kimgadir taqlid qilmoqchi bo'lsang, boshqa kimnidir tanlashing kerak edi. Jiddiy aytsam, sizlar hammangiz bir joydaligingizda jazo olishingiz kerak. Nimaga qarab turibsan? Hammang bu yoqqa kel. Yordam beringlar. Biroq qidirozga qarab bizni qo'g'layapti. Meni qutqaring. Men qochish uchun bu imkondan foydalanishim kerak. Men tamomman. Qayerga ketyapsan terror kunanda? Sen haqiqatni aytishni tugatishing kerak. Bu fakt. Sen 20 yil oldin qizil ko'zdan qochib ketgansan. Yana bir fakt. Trollar kabi yashirinding. Menga xiyonat qilgandan so'ng. Bu fakt. Sen o'zingni kuching yordamida shuni saqlab turibsan. Lekin sening shaxsiyating o'shandagi bilan bir xil. Qani hozirroq hammasini aytib ber. Sen aqldan ozgan. Sen nima uchun hammasini aytib bo'lding-ku? Ogohlantirish. Eng qorong'u yulduzning tahdidli energiyasi yaqinlashmoqda. Xudoyim, bo'lishi mumkin emas. Men nima qildim? Sen emas, bo'linadi shov-shuv. Men ilohiy ma'budning energiyasini his qilyapmanmi? Men hech qachon sen haqiqiy bo'lishingni kutmagan edim. Xo'sh, yaxshi. Men seni qanday qilib jin minorasidan omon qolganingni bilmayman, lekin qaytganing uchun men seni yaxshilab kutib olishim kerak. Sagittarius Hugoning uyi. Sunji, Yuho va Gun hammasi ketishdi. Menimcha men kechga ramen yeyman. Televizorda yaxshiroq narsa bormikan? Men Sofiya matbuotining matbuot anjumandaman va bu yerda hamma narsa chalkash. Matbuot anjumanining o'rtasida o'zini legion deb atagan bir kishi kirib keldi. Ko'rib turganingizdek,
U Jazoir saraton avliyosi bilan qattiq jang qilyapti. To'g'risini aytganda, ularni tomosha qilish juda ham qiziqarli. Bu kichkina shaytonvachcha saraton avliyosining mahoratini ishlatyapti. Qoch! Bu kabi zaif hujumlar menga ish bermaydi. Unda buni ol. Wow, qarsaklar naqadar ajoyib. Unicorn Zombie Apocalypse. Sen 20 yil davomida akrobatikani mashq qildingmi? Senda bori shumi? Sen bo'lsa 20 yil davomida qonunlashda mashq qilibsan. Buni iltifot sifatida qabul qilaman. Bu haromat. Bunday tartibsizlikda qanday yashirinmoqchisan? Sen aslo xavotir olma. Men buni tugatgach, bu bilan shug'ullanaman. Men qaror qildim. Bu yerdagi odamlardan o'z manfaatim va senga g'amxo'rlik qilishini foydalanaman. Bu senmiding? Mana orada menga xiyonat qilgan. Ya xudoyim, aybdorni topish uchun shunchalik harakat qilyapsanmi? Dunyoni saqlab qolgan qahramonda shunday arzimas narsada g'azab bor deb o'ylash. Ehtiyot bo'l, odamlar seni avliyo emas, ko'cha bezorisi deb o'ylashlari mumkin. Ha, seni xohlaganingcha gapirishing mumkin. O'z klonlaring orasida titragan haromat sifatida. Bular oddiy klonlar emas. Men ularni shu yerdagi jurnalistlarning hayotiy kuchidan yaratdim. Agar sen biror bir klonni yo'q qilsang, ularning hayotiy kuchlari taqalib ketib, hatto o'lishlari ham mumkin. O'sha iflos taktikang senga mos kelishi aniq. Bular sening oxirgi so'zlaring bo'ladi. Hozir esa o'l. Dom, bu yerga qanday kirdi? Bu dragmada yangi olgan mahoratim. Unda buni ol, masuka. Voy jonim. Meni o'rnimga nur, siz tanlagan nishoningizni chaqirib, o'zingizga qalqon sifatida ishlatishingiz mumkin. Siz faqat yaqin aloqada bo'lgan narsalarni chaqirishingiz mumkin. Siz uchta nishonni belgilashingiz mumkin. Ular oxirgi marta shartlarga qarab almashtiriladi. Sen aslida Leon Lloyd Morrisning bir qismidan yuqori bu darajada bo'lgan klonsan, to'g'rimi? Agar men seni o'ldirsam, boshqa klonlar xavfsizlikda bo'ladi. Buni qayerdan bilding? Ora juda tezga. Siz raqibingizning zaif tomonlarini sezishingiz mumkin. Senga aytgandim-ku, sening usullaring iflos va yomon. Sening chirigan yadroing titrayapti. Agar men buni sezmasam, ahmoq bo'lardim. Hattoki mening yulduz tulkimi ham sizga qomatlari bilan yadroimni topa olmasdak, sen qanday qilib? Saraton yadrosining bo'lagi avliyo ruhining 33% o'z ichiga oladi. Avliyo ruhining 20% ichiga olindi. Saraton yulduz turkumining kuchida katta yoriq paydo bo'ldi. Nima bo'ldi? Biz o'ylayapmiz deb o'yladim. Nima bo'ldi? Shunchaki nima bo'ldi? Senga o'sha manorati. Men sendan kelayotgan mahbubning energiyasini his qilyapman. Sen o'sha zarbadan keyin ham gapira olyapsanmi? Men bu yadroni izib tashlayman. Xo'sh, men hozircha chekinaman. Axir menda hali o'ynash uchun kartalar bor. Men o'ylashim senga oxir-oqibat qandaydir muammo tug'diradi. O'ynash uchun kartalarmi? Xo'sh, unda qandayligini hisobga olsak, u jimgina orqaga chekinadiganlardan emas. Nima bo'ldi? Xo'tekso, nimaga? Ey haromat, nima qilyapsan? Hoziroq tushuntirishga vaqt yo'q. Hoziroq uyga kel. Men yangiliklarni tomosha qilyapman. Sen Jen Lewis Morrisning yuqori darajali klonni yo'q qilding. Bir guruh raketalar sen turgan joyga tushadi. Nima? Raketalar?